va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda ta'ziq o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Mana bu video murojaatim hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, siz ko'plab selektorlarda alohida ta'kidlab o'tgansiz, что blogerlar va jurnalistlar meni himoyamni ostida. Ular meni vakilim deb chiroyli bir iboralarda ishlatgan edingiz. Va bugungi kunda sizning bu so'zlaringizga qaramasdan turib, blogerlarga bo'ladigan bosim, uni aybi bormi, yo'qmi? Ya'ni qaysi bitta amaldorni aybini ochib qo'ysa, yo chiqib turib tanqid qilsa, bo'yniga ayrim bir moddalarni qo'yib, 10 sutkalab, 15 sutkalab yoki bo'lmasam 7 yil, 8 yillarga qamashyapti. Esingizda bo'lsa, siz o'zingiz alohida aytgan edingiz, o'sha o'zini mansabidan foydalanib nohaqlik qilgan har qanday meni vakilimni rasmini yoki bo'lmasam ism familiyasi bilan chiqib turib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yinglar. Xalq baho beradi, ko'proq odam ko'radi deb o'zingiz ta'kidlab o'tgan edingiz. Va blogerlar sizning bu so'zingizga ishonib, o'sha o'zini mansabidan foydalanib nohaqlik qilib yurgan amaldorlarni chiqib turib tanqid qilganligi uchun mana bugun farg'onalik yana bir blogerga bo'ladigan bosim. Hatto bu bloger O'zbekiston fuqaroligidan men voz kechaman deb chiqib turib videorolik qilgan. Hatto shu darajada bosim bo'lganki, o'sha qo'llarini ham kesib taylash holatlarigacha borgan. Bu o'zini mahallasida biriktirilgan xodimni tanqid qilganligi uchun shuncha mashmasha bo'lyapti. Hurmatli prezidentim, sizdan iltimos, blogerlarga bo'ladigan bosimni o'zingiz chiqib turib bir yordam qilishlaringizni men iltimos qilib so'rardim. Va bugungi kunda bu blogerda ismi o'sha farg'onalik Sunnatullo Qamchiyev degan bo'la. Hattoki bu bo'laga shunchalar bosim bo'lgan, ustidan hatto o'zi benzin to'kkan mana. Benzin qo'yib yubordim, o'zida ko'zlarim kuyib ketgan bitta. Ko'zlari kuyib ketgan. Kecha buni sudda bo'lish kerak edi, o'sha mazasi bo'lmaganligi uchun sudga bormagan. Ayrim bir sudiyalarimizda insofi borligi uchun ham o'sha dalil isbot yetarlicha bo'lmaganligi uchun bu bolani sudini yana qoldirgan. Shunga qaramasdan turib, oradan 1,5 oy o'tib, tanqid qilgan o'sha YPX xodimi, IBB xodimlari yana dokument to'plab olib borib turib, bu ishni yana qaytadan ochgan. Maqsad o'sha 10 sutka yo 15 sutkaga olib borib tiqish. Bu bolani 10 sutka, 15 sutka olib borib tiqqandan keyin u yoqdan bu bola yo sog' chiqadi, yo nosog' chiqadi. Chunki oxirgi vaqtlarda o'sha ko'ryapmiz, ayrim bir idoralarda fuqarolarning o'ligi chiqyapti. Bu fakt. Men buni osmondan olib turib gapirayotganim yo'q. Bo'ladigan holatlar bular. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos, blogerlarga bo'ladigan bosim o'zingiz chiqib turib bir baho bering, o'zingiz chiqib bir bu bo'ladigan bosimlarga bir e'tibor qaratishingizni men iltimos qilardim. Va hurmatli ijtimoiy tarmoqlarda bloger sohasida yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizdan men iltimos qilardim. Kibrda bir chekkaga surib qo'yib, mana shu videorolikda o'zlaringning kanallaringni poddelisa qilishlaringni va iloji bo'lsa chiqib turib hurmatli prezidentimizga sizlar ham chiqib murojaat qilinglar. Bu qachongacha davom etadi? Qolmadi, O'zbekistonda blogerlar qolmadi. Kim chiqib turib kimnidir tanqid qilsa, olib borib turib bo'yniga ayrim bir moddalarni qo'yib qamashyapti. Bu qachongacha bunaqa holat davom etadi? Qani hurmatli prezidentimiz chiqib turib bergan va'dalari, meni vakilim, meni himoyam ostida degan chiroyli bir gaplariga qaramasdan turib, bu pastdagi bo'ladigan holatlar, ya'ni ayrim bir o'zini mansabidan foydalanib turib, bo'lar bo'lmas tuhmatlarni bo'yniga qo'yib, olib borib turib qamash holatlari bu qachongacha davom etadi? Mana bugungi kunda bu bolani ahvoli, ustidan benzin to'kkan, qo'llarini ochib tashlagan. Hayotdan tuydim deyapti. Men oilam bilan ko'chib ketaman deyapti. O'zbekiston fuqaroligi menga kerak emas deyapti. Shu darajaga olib qo'yishyapti, shu darajaga kelishyapti blogerlar jonidan o'tganida. Iltimos, bu narsani oxiri bormi?
Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, hurmatli prezidentim, sizdan iltimos, bu narsaga o'zingiz e'tibor qarating.